Mahoratli aktyor, mehribon ota Ulug'bek Qodirov haqida 3 ta fakt. Ulug'bek Qodirov 1983-yil 3-avgust kuni Toshkent shahrida tug'ilgan. U bugun nafaqat taniqli aktyor, balki mehribon ota hamdir. Uning Imona Qodirova hamda Amirbek Qodirov ismli farzandlari bor. U 2004-yilda teatr institutini tugatgan bo'lsa-da, ijod yo'lini ancha oldin 2001-yilda Ayol zot serialidagi kichik rol bilan boshlagan. Shu epizodik rol ham uni ko'pchilikka tanitdi. Keyinchalik esa kino va sahnada o'z o'rnini topdi. Hatto bir muddat xonandalikda ham o'zini sinab ko'rgan. Tokioga yo'l filmidagi bosh rol avval Ulug'bek Qodirovga nasib etishi kerak edi, ammo keyinchalik bu rol Dadaxon Obidovga berildi. Eng e'tiborlisi, Qodirov bu holatni juda samimiy qabul qilib, Obidovni qo'llab-quvvatladi va unga chin dildan omad tiladi. Ulug'bek Qodirovga havas qilgan insonlar videoga like bosib, barcha tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Xo'sh, sizga Ulug'bek Qodirovning qaysi roli eng ko'p yoqadi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sara xabarlar hali oldinda.